Assalomu alaykum, Qo'sayev kuzatib boruvchilari. Mana bugungi 3-montajimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bugun sanamiz 12-noyabr. Manzilimiz Asaka tuman Qoratepa mahallasida bo'lyapti. Baytga 2 ta eshik, 2 ta forskopga berganmiz. Narxi 2.700.000 so'm bo'lyapti. Xo'p, ushbu narxning ichida 70 ga 2 metr bitta plas eshik, oynasi двойной, lambrilari original vannazamoy. Akfa firmasiga tegishli. Hop, 2 qavat gulli oyna. Bag'da hop 59 ga 38 2 ta fortiska. Hozir ichkarida ham bitta fortiskamiz bor. Bag'da ham bitta fortiskamiz bor. Kech bo'lishiga qaramay doimgidek yopilishiga ahamiyat berasizlar. Akfen firmasiga tegishli vannazamoylar qulflandi, ochildi. Hop, bag'da bitta zolotoy alyumin kiros materialdan qilingan. Hop, bu ham vannazamoy. Bu gilamli eshigimiz. Bu ham 70 ga 2 metr двойной gullik oq oyna. Lambrilari original lambri, qulflanishlari qulflanyapti, ochilyapti. Tayda kabel o'tganligi uchun buni ochib yopib ko'rsatamiz. Kabelni qo'yib tashqaridan keyin. Hop, 2.700.000 so'mga o'sha ishimizni olib kelib montaj qilib berdik. Hozir bu alyumin eshigimizni svetni o'chirib tashqaridan ko'rsatib beramiz. Mana bu tashqaridan ko'rinishi. Yopilishlari mana shu go'zal holatda bu. Qo'sayev qolinglar, Qo'sayev doimo xizmatingizda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha xizmatdamiz. Dastavka, ustanovka hamma yo'q ichida kelishinglar.